Chol va dengiz asarida cholning ismi nima edi? Voy, uni o'qimaganman men. Santiago. Santiago. Ikkovlariga ham qo'yib turing. Sizlar boshida shunaqa pochimni ochib olyapsizlar. Xaritalarda suv osti relyefi qanday rangda beriladi? Ko'k. Havo rangida to'q ko'kka To'g'ri. qarab. Ularga. Siz kechikdingiz. Tevarak atrofimizdagi barcha predmetlar necha o'lchamli bo'ladi? 3 o'lchamli. To'g'ri. Ularga. Kromanyon odami qaysi davrda yashagan? Paleogin. Paleolitni qaysi qismida? Yordam bering. So'nggi paleolitdami? So'nggi paleolitda, to'g'ri. Ularga. Siz so'nggi deb aytmoqchi bo'ldingiz. Ratsional sonlar ustida amallar bajarish mumkinmi? Mumkin. To'g'ri. Ularga. Qutb yulduzning ikkinchi nomi nima? Yo'q. Oltin qoziq. Oltin qoziq, to'g'ri. Ularga. Birini ikkinchisining ustiga aynan ustma-ust tushadigan qilib qo'yish mumkin bo'lgan shakllar qanday nomlanadi? Teng shakllarmi? Teng shakllar, to'g'ri. Bularga. Bering. Bo'ldi, o'yin tugadi, rahmat. Kitobimiz ham bering. tugadi.